Avvalo, Avtomashina kanaliga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va kanalimizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Avtomashina kanali avtomobillar, yangi texnologiyalar, transport yangiliklari va bozordagi eng so'nggi modellarga bag'ishlangan qiziqarli hamda ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadi. Bugungi videoda 2026 Chevrolet Labo modeli, uning narxi, texnik imkoniyatlari va O'zbekistonda paydo bo'lishi haqida batafsil ma'lumot beramiz. 2026 Chevrolet Labo modeli kichik yuk tashish uchun mo'ljallangan ishonchli va tejamkor avtomobil sifatida e'tibor qozonmoqda. Ushbu model shahar ichidagi kichik biznes egalari, yetkazib berish xizmatlari va savdo bilan shug'ullanuvchilar uchun juda qulay hisoblanadi. Avtomobilning yangilangan dizayni avvalgi modellarga nisbatan zamonaviyroq ko'rinishga ega bo'lib, aerodinamik shakli yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradi. Yangi modelda kuchli va samarali dvigatel o'rnatilgan bo'lib, odatda 6,8 litrli benzin dvigateli bilan taqdim etiladi. Ushbu dvigatel taxminan 38 dan 42 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Dvigatelning ixchamligi va tejamkorligi avtomobilni kundalik yuk tashish ishlari uchun juda mos qiladi. Chevrolet Labo yoqilg'i sarfi jihatidan ham tejamkor bo'lib, o'rtacha 100 kilometrga taxminan 5 dan 6 litr yoqilg'i sarflaydi. 2026 yilgi model mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan bo'lib, u 5 pogonali transmissiya orqali quvvatni samarali tarzda g'ildiraklarga uzatadi. Bu esa avtomobilning boshqaruvini osonlashtiradi va yuk bilan harakatlanishda barqarorlikni ta'minlaydi. Orqa g'ildirakdan tortish tizimi esa yuk tashish jarayonida avtomobilning kuchini yanada oshiradi. Chevrolet Labo yuk tashish sigimi bilan ham mashhur. Ushbu model odatda 700 kilogrammgacha yuk tashish imkoniyatiga ega. Yuk platformasi keng va mustahkam bo'lib, turli xil mahsulotlarni tashish uchun qulay sharoit yaratadi. Platformaning balandligi past bo'lgani sababli yuk ortish va tushirish jarayoni ancha osonlashadi. Salon qismi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Labo modeli kichik biznes, savdo va yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar uchun ishonchli, tejamkor va qulay transport vositasi hisoblanadi. Ushbu model O'zbekiston bozorida yana katta talabga ega bo'lishi kutilmoqda. Avtomashina kanalini kuzatishda davom eting, videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu avtomobil kichik tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bozor va savdo markazlariga mahsulot yetkazib berishda uning ixchamligi va tejamkorligi katta ustunlik beradi. Shu sababli ko'plab tadbirkorlar ushbu modelni tanlashga qiziqish bildirmoqda. Avtomobilning oddiy konstruksiyasi uni ta'mirlash jarayonini ham osonlashtiradi. Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari nisbatan past bo'lishi foydalanuvchilar uchun yana bir muhim afzallik hisoblanadi. 2026 yilgi Chevrolet Labo modeli ekologik talablarni ham inobatga olgan holda ishlab chiqilgan. Dvigatelning samaradorligi zararli chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Bu esa zamonaviy ekologik standartlarga mos kelishini ko'rsatadi. Kelajakda ushbu modelning yanada takomillashtirilgan versiyalari ham taqdim etilishi mumkin. Avtomashina kanali sizlarga avtomobil olamidagi eng yangi ma'lumotlarni yetkazishda davom etadi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Do'stlaringiz bilan ulashing va avtomashina kanaliga obuna bo'lishni yana bir bor eslatib o'tamiz. Kelgusi videolarimizda yangi avtomobil taqdimotlari, haydovlari, texnik tahlillar va foydali maslahatlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Sizning fikrlaringiz va takliflaringiz biz uchun juda muhim. Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Kanalimizni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlang. Videoga like bosing, do'stlaringizga ulashing va albatta avtomashina kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun biz bilan qoling. Har doim yangi videolarni kuzating. Avtomashina kanaliga obuna bo'ling. Qo'ng'iroq belgisini yoqing. Biz avtomobil olamidagi eng yangi ma'lumotlarni yetkazishda davom etadi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Do'stlaringiz bilan ulashing va avtomashina kanaliga obuna bo'lishni yana bir bor eslatib o'tamiz. Kelgusi videolarimizda yangi avtomobil taqdimotlari, haydovlari, texnik tahlillar va foydali maslahatlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Sizning fikrlaringiz va takliflaringiz biz uchun juda muhim. Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Kanalimizni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlang. Videoga like bosing, do'stlaringizga ulashing va albatta avtomashina kanaliga obuna bo'lishni